Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal-i Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda Abbasilerin 18. sultanı Muqtadir Billah'nınki hayatı bilen tanışıp çıkıyatımız. Bugünkü bu dersimizde Muqtadir Billah'nın zamanında Mu'nesul Hadim isimli bir Türk kumandanının halifeye karşı çıkışı ve o ikisininki arsız boğan vakalikler hakkında tanışıp çıkaylı. 317 yıl boğan vaxtıda Muzaffer laqamlik Mu'nesul Hadim degan bu Türk kumandan Muqtadirga isyon ko'tarib chiqdi dedi. Çünkü bunun qulqiga yetgan vaqtida Amirul Umara mansibiga Harun ibn G'arib degan kishini mush Mu'nesni elitib onu qo'ydi ekan degan gap yetgan. Shuning asosan bu xalifaga qarshi chiqqan. O o'zining bütün askarlari, amir sang'ullari, askarlari bilan birga urushga chiqdi deydi. Mushu xilofat sarayga keldi-da bostirib. Muqtadirning atrofidagi xos nurkarlar hammasi qochib ketdi. Muqtadir Muharram oyining 14-kuni kech, ya'ni Hijriya 317-yil bo'lgan vaqtida xutdan namozdan keyin o'zidan onasi, xotin bolalari hammasini qo'g'lab chiqaribdi-da saraydan. Onasining 600 ming dinar pulni Mu'nes musodir qildi. Muqtadirning o'zini guvohlik tortdi. Men endi xalifa emas, xalifalikdan tushdim degan nom bilan da Muhammad ibn Mu'tazni akilib, uning Mu'taz va Mu'nasning atrofidagi amir umaralar hammasi buni bayat qildi. Buni Qohir Billah degan laqabni berdi buningga. Vazirlik mansibini Abi Ali ibn Muqlaga topshirdi. Mana bu shanba kuni bo'lgan voqea edi dedi. Shu asnoda Qohir Billah yakshanba kuni taxtda o'ltirdi-da. Vazir xalifa Qohir Billah yangi xalifaning nomida butun shaharlarga, oymoqlarga yorliq yo'lladi. Xalifa faloni bo'ldi debdi. Dushanba kuni bo'lgan vaqtida cho'ng bir murosim o'rinlashtirdi. Buni shu otqa arug'i mindirib şu nag'ir sunaylar bilan, dapudumbaqlar bilan hamda buniki murosimini o'tkazdi. Shu askarlar keldi, kelishga boshladi-da. Kelib bay'atning maoshini ayrim bersa, bizga 1 yillik ta'minot bersa deb xalifaga talabni qo'ydi-da. Mu'nes yo'q dedi. Endi o vaqtdagi askarlar asosan pulga setildi ko'pincha. Buniki yillik ta'minotni berdi. Shu ta'minot bo'yicha davlat xizmat qiladi hamda. Shu asnoda varan cho'ronli bo'lib, ovozni ko'tarib, shu vaqtdagi hojibni, ya'ni ishbaqar, ya'ni vazir darajadagi odamlarda bu odamni o'ldirib tashladi. Ular Mu'nesniki uyiga berib, Muqtadirni izlashdi. Muqtadirni ekilmek, bunu xalifa qilayli. Mu'nesning uydan bo'yonlariga ilib, dollarga ilib, ko'tarib xilofat sarayga keldi-da, Qohirni ilib, "Makilamda" deb buni ya shukun xalifa bo'lgan vaqtda. Buni yig'lab keltirildi-da, u deydi: "Allah Allah, mening jinimni be, jinimga tegmanglar. Biz qo'shqinimdan kechinglar." Biroq Muqtadir Billah yaqin kelib uning peshonasiga suyab uning dedi: "Jinim qarindishim, azbiroy Xudo sening hech qanday gunohing yo'q. Mendan sana hech qanday yomonlik yo'q. Sen xotirjam bo'l." Degandan keyin kishilar hammasi pastga tushdi. Vazir qaytib keldi. Shundan butkul qishloqlarga, shahar oymoqlarga xalifa yana joyi qaytib keldi degan yorliqni avatdi. Muqtadir Billah askarlarga mol dunyo, pul pichak taqib berdi. Bundan biz Muqtadir Billah'niki xili odamgarchiligi va mardona bir odam ekanligi chiqib turibdi, ammo ojiz bo'lsa-mu, ammo Qohir Billah keyin xalifa bo'lgan vaqtida Muqtadir Billahning oilasi tavobatini qirib tashlaydi. Buni keyin ko'ramiz. Qarmitilarning hojilarga hujum qilishi ve Hacrul Asvedni Kabe Beytullah'dan uğurlab qichish haqida 317 yılının özüde Muqtadir Billah Mansur Deylemi degan bir kishi orqali buni
hac karvanının komandanı qilib hajga mang'uzdamdi. Ular Mekke'ye saq salamet yetib kelgan bo'lsa-mu, tarbiya kuni Allohning dushmani Abu Tahir al-Qarmati bumi tarbiya kuni Mekke'ga keldi. Tarbiya kuni degan shu haj kunining hamda tunji kunlari bo'ladi asosan. Mescid-i Haramda hacilarni qattiq o'ltadi bu. Hatta o'liklarni Zamzam quduqiga tashlab etdi. Hajrul Aswadni bazgan bilen urib, çoqib, sundurib, qo'mrab ilib oldi-da. 11 kun Mekke'de turdi bu arlıqda. Ondan ketdi yutuğa. Hajrul Aswad 20 yılga yaqin bularni qishib turdi. Yani bu ne desanglar, hozir Saudiya Arabistondagi sharq tarafi, Qatib, yani Ihsa taraflar, Bahrayn davlati mush arlıqda. 50.000 dinar pul vereyli qaytırıp bergen dese devletin şu vaqtida unumağan qaytırıp bermegen. Muti' deydigan xalifeniki zamanısı kelgan vaqtida Hajrul Aswad qaytırılgan. Yani 22 yıldan keyin taxminan 20 yıldan keyin Hajrul Aswad joyiga keltirilgan. Şu hozir Hajrul Aswad qarasanglar buni qo'g'ishim bilan qo'yib etgan. Shu 3 talmo, 4 talmo kichik tugmidek izi qolgan. Qağın etrafı bütün bunda uyulma, qoğuşun. Şu çünkü Hajrul Aswadni sundurib etkeçke shunchalik izi qolgan bunun. Şu vaqtda deyilishicha Hajrul Aswadni qo'mrab ilib mangan vaqtida Mekke'den Hajarga mang'ichilik, hozir Bahraynga mang'ichilik 40 tuga helak bo'lgan. O'lgan, yiqilgan, manganmagan. Ammo Hajrul Aswadni Hajardan Mekke'ga ekildigan vaqtida uruq bir aciz tögüge atıp koysa semirip ketken kağıtçı. Tüz mangan deydi. Allah'ın möcüzlerinden bu. Muhammed ibn Rabi ibn Süleyman diyen katta ulema şu vaqtda şundaq deydi. Men karametile Mekke'ye besip gelgen vaqtda Mekke'de idim deydi. Bir adam Mekke'nin Kabe'nin ögüsüge çıkıp Kabe'nin yamğun nurine julup iliş için çıktı da men qarab turvatım. Sabrem toşup dedim ben. Ey uluq Parvardigar, sen nimançı mulayim, nimançı sen bu rahimdilsen, mulayimsen dedim. O adam aşı mıngısçılap, aşı başçılaplam çıkıp ölgen dedi. Bu kişinin duası icabet buluşu mümkün. Abu Tahir al-Qarmati, bu yani Qarmatilar devletinin asasçılarının biri buludu. Bu şu azgın Şialar, Rafizilar devleti deb qaraladı. Bular asosan zindiq deyishki bo'ldi. Bularniki tutgan yo'li islomning hech qanday yerga mos kelmaydigan. Sunniylarga qarshi aks ish qildigan odamlar. Kabening darvozasiga chiqib, u mundaq degan edi dedi. Ana billah va billahi ana yakhluqul xalqa va ufnihim ana. Men Allah men bilan Xaloyiqni Allah yaratdi, men ularni yo'qdima deb she'r o'qigan. Bu Xudoga qilingan bir hujum bu. Mush yilning o'zida, ya'ni 317-18 yillara Bag'dodda ajoyib zo'r bir fitna yuz berdi. Bu fitna nima desanglar, bir e'tiqodiy fitna, fikriy bir fitna. Allah subhanahu va taolaning tuvanik so'zini talashib, Estaizu billah, asa ay yab'asaka robbuka maqaman mahmuda degan oyatni Parvardigoring seni güzel, yaxshi bir maqomda avatish mumkin. Avatidu degan mazmundagi bir oyat Rasululloh xitob qilgan. Hanbalilar debdi, Alloh taolo uni arshida o'tqazdi deb tafsir qilibdi-da. Boshqalar debdiki, yo'q, u shafaat maqsad qilingan debdi. Yani o ayetning tarjimasini tafsirini ixtilof bo'lib, Allohda nurg'un adovatli bo'lib, urush jidal bo'lib, nurg'un xaloyiq mushun tufaylidan o'ltirilgan dedi. Ixtilofniki adab qoida usullariga diqqat qilmagan ahvol ostida bunaq jangi jidallarga chiqishi tabiiy avval. Men kichik vaqtimda bizning yurtimizda Vahobiy deb bizning bir yurtdagi xili cho'ng ahli ilm, taqvo kishilarni sopila urib shu belni sundirib etgan meyit namozda. Sebep başka gap yok.
Meyittamızda pul taxtığa işi var isqat deydigan. Şu isqatni almagan vakimiz. Almagan diken şu bastırılıp urup et, belini sınırıp etken. Ularniki neyte meniki tağamni uruş. Tağamni uranmay, kol salanmay o kişiye. Şu bir kendi turduğan bir özüne bir dost yarallardan birine urup belini sındırıp etken. Ahire hem de tağamdan 3 ne 2017 yılı aldı. Şu sopular bilen jiq munazirleşken dep avval tutqan vaqtida 2017 birinci ayda şu tağamni şu sopul tutup berdi jutnoq sopular. Keyin sopulum yo'q hamda. Hijriya 319 yıl bo'lgan vaqtida Qarmati Kupik yetib keldi-da, bastırıp Bag'dodliklar bek ensirdi. Bag'dodga kirib qolamı? Ha? Ular ahzar qilishdi, Qur'onlarni ko'tarishdi deydi. Muqtadirni tillashdi. Allohda. Yani şu yili deylemliklar dinavar degan shaharga kirib, u yerdan şu kichik bolalar, xotinlar, bolalarni asir ilib nurg'un odamlarni o'ttirdi. Bu deylemlar hamda asosan şu hozirgi Jilondagi ayni vaqtdagi kishilar. Dersimiz bugün müşahirci boğay. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.